Pedagoglar uchun qator davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma joriy etildi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Eng so'nggi yangiliklar hamda eng foydali maslahat va tavsiyalar orqali sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turibmiz. Pedagoglar uchun qator davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma joriy etildi. Hukumat qaroriga muvofiq, ular uchun ko'chmas mulk kadastri, kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish hamda fanlarni bilish darajasini aniqlash kabi xizmatlar narxi 2 baravarga arzonlashtirildi. Shuningdek, haydovchilik guvohnomasini olish va hujjatlarga apostil qo'yish xizmatlari uchun ham 50% miqdorida to'lov belgilandi. Bola tarbiyasiga oid muhim mavzular. Birinchi, bolani urmaslik. Bola shaxsiyati kichik yoshdanoq shakllanadi. Shunday ekan, uni kaltaklash, kishilar oldida qattiq tergamaslik, xatoga yo'l qo'yganida zudlik bilan jazolamasligimiz, e'tiborsiz qoldirmasligimiz zarur. Ikkinchi, bolani tozalikka o'rgating. Bolangiz 2 yoshga to'lganidan boshlab kuniga 3 marta tishlarini yuvishga, tez-tez cho'milishga, yordamingiz bilan to'shagini tartibga solish, ovqatlanish va o'ynashdan oldin va keyin qo'llarini yuvishga, hojatxona odoblariga rioya qilishga o'rgatib boring. Uchinchi, uyqudan oldin ertak aytish. Bolaga uxlashdan oldin har doim biror bir foydali va ma'noli hikoyani tanlab, bolangizga aytib bering. Farzandingiz atrofidagi muhitdan qo'rqishiga olib keluvchi qo'rqinchli hikoyalardan so'zlab berishdan uzoq bo'ling. Eng so'nggi yangiliklar va foydali ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling.